hammasini quloqlarim bilan eshitdim. Shuning uchun senga Allohim farzand bermayotgan ekan-da, a? 3ta bolang ichingda irib ketdi. 4-siga homiladorsan. Shunda ham esing kirmadimi sen ahmoqni? Tushunarli. Darrov bolamga yopishdingiz. Demak, siz doim orqamdan qarg'ab o'tirar ekansiz-da, a? O'z nabirangiz o'lsin deb gapiring. Nima? Xudo biladi, balkim issiq sovuq qilib kelarsiz menga, to'g'rimi? Nimaga? Tinchlikmi? Oyizlarni qarang. Bizni ajrashishimizni xohlayaptilar. Bilasizmi hozir nima dedilar? Shu 4-homiladan ham ayrilib qoldi dedilar. O'z nabiralarini qarg'adilar. Yo'q, bolam. Yo'q. Nimaga? Unaqa emas, yolg'on gapiryapti bolam. To'ppa-to'g'ri gapiryapman. Bu bola sizning nevarangiz-ku? Sen onang emas, kecha kelgan xotiningni gapiga ishonyapsanmi, bolam? Uylanganimdan beri 2 uyla chiqisha olmaysizlar. Uylanganimdan beri 2 uylarni olinglar. Jonimga tegib ketdinglar.